Assalomu alaykum azizlarim. Shu muborak ulug' tonglarda, moh Ramazonning qutlug' muborak kunlarida olamga bahor o'z tarovatini sochib, o'rik gullari-yu bodom gullari olamni yashnatib turganda, go'zal sabzarang maysalar jumla jahonlarga nur taratib, o'zining zumrad rang go'zal chiroyini sizu bizga tarannum aylaganda qalbimizda bir ajoyib his-tuyg'ular yuz ochadi-da. Qolaversa shu ulug' ayyom kunlari onalari, opa-singillari, ustozlari, muallimlari, do'st-yorlari ayol zotini e'zozlab, ularni shu ulug' ayyom kunlarida qutlash uchun yilib yugurayotgan o'g'lonlarimizni, aka-ukalarimizni, zurriyotlarimiz, farzandlarimizni, shu erkak zotidek bir ulug' zot bo'lmish orqa tog'larimizni yilib yugurib yurishlarini kuzatib, ularni o'sha uylari uchun, oilalari uchun, aziz yaqinlari uchun yilib yugurib, ularga bir quvonch baxsh etish uchun harakatda ekanliklarini ko'rib, shu bizning orqa tog'larimiz bo'lmish erkak zotiga ehtiromlarimiz, shu moh Ramazonning duolar mustajob qutlug' kunlarida xush tilaklarimiz qalbimizda bisyor bardavom bo'lib, ularga qanchadan qancha ko'ngil tilaklarimizni baxsh etgimiz keladi-da. Allohning marhamati, mehribonligi va izni bilan Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. E'zozlab yashasin ayol zotini. Har biri haq suygan bir sulton axir. Qutlug' zurriyoti odam atoning. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Ul xush zurriyoti momo havoning. Ma'sum go'dak bo'lgan bir vaqtlar axir sevinchlar ulashib ota anoga. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Ul xush zurriyotir momo havoga. Ma'sum go'dak bo'lgan bir vaqtlar axir sevinchlar ulashib ota anoga. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. 100 yoshda ham bo'lsin tik qomat sardor. Poklikni hamroh qil, saxovatdor qil va shunga yarasha baxt ber munosib. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. E'zozlab yashasin ayol zotini. Birni ulashsalar ming qilib bergin, ezgulikka burka bor hayotini. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Har biri zurriyot odam atoga. Solihalar bo'lsin ona, muallim, har birisin asra gunoh xatodan. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Taqvo eshiklarin ochib qo'y Robbim. Birni ulashsalar ming bo'lib kelsin. Saxovatdor boylar bo'lsin ilohim. Beminnat ko'ngillar nurlarga to'lsin. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Rasuli akramki demishlar bir payt, sajda qilmoq vojib faqat Allohga. Izn bo'lsa edi aytardim beshak, sajda qilinglar deb har odam atoga. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Aytar bo'lsam qutlug' tilaklar bisyor, qutlug' kun bil mohi Ramazonlarda, haqqa hamdu sano qudratli Tangrim, saxovatdor o'zing har azonlarda. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Tuproq deb tutgani oltinlar bo'lsin, ayol, ona, qizlar bo'lsin duoda. Solih zurriyotlar dunyoga to'lsin. Bundan ulug' baxtlar bormi dunyoda ayol zoti uchun? Mehribon Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Boy badavlat qilgin ahli dunyoda,
Robbim erkak zotin boy badavlat qil, saodatmand qilgin yorug' dunyoda. Robbim erkak zotin boy badavlat qil. Azizlarim, bu boylik degani qalbning badavlatligi, mehrning badavlatligi. Chunki inson boyu badavlatligi o'sha mehr bilan dunyoyi jahonlarga sochilgan nuru, o'sha qalblarda Allohning tajallusi baxsh etmish bir go'zal xulqi husni odoblar bilan, o'sha dunyoyi jahonlarga tilangan husni xulqu qutlug' duolar bilandir. Biz qalbimizga yog'ilgan shu betizgin isyonlar ila yog'ilgan, mehr isyonlari ila yog'ilgan xush tilaklar ila ayol zotini bugungi ulug' ayyomlar bilan kirib kelayotgan ming oydan afzal qutlug' ro'za Ramazon, mohi Ramazonning qadriday qutlug' ming oydan afzal kunlari bilan, duolarning qutlug' duolarning mustajobligi bilan va shu ulug' ayyomlar bilan, qutlug' qo'shaloq ayyomlar bilan qutlar ekanmiz. O'sha Hazrat Navoiy aytganlariday, har tuning qadr o'libon, har kuning bo'lsin Navruz deganlariday, o'sha qadr kechalari bundan bir 20-30 yillar avval ham xuddi shunaqa bo'lgan edi. O'sha qadr kechalarda sumalaklar dosh qozonlarda Navruz ayyomlari hamda o'sha bahoriy bayramlar hammasi bir-biri bilan uyg'unlashib kelgan edi. Shu kunlarda ham biz onajonlarimizni, ayollarimizni, ma'suma qizlarimizni mana shu ulug' bahor ayyomlari bilan qutlab, bizning orqa tog'larimiz bo'lmish erkak zotiga dunyoyi jahon yaxshiliklarini tilaymiz. Chunki bizning har bir baxtimiz ularning baxti bilan muborak va mujassamdir. Azizlarim, ulug' ayyomlar bo'lsin. Sizu bizga muborak. Ayol borki olam munavvar, ayol borki totli bu hayot, ayol bilan saodatli kun, ayol bilan davomli hayot. Zero Alloh taolo ayol zotiga shunaqa bir mukarramlik ato etganki, payg'ambarlar u ulug' zotlar, avliyolar onaga farzand. Biz odam atomizning zurriyotlari, shu momo havomizning zurriyotlari bo'lmish erkak zotini e'zozlab, ayol zotiga ta'zimlar bajo aylaymiz va ularning ikki olam baxtu saodati shu o'g'lonlarimizning, otalarimiz, ko'kalarimiz, ulug' zotlarning baxtini butunligi bilan va ularning e'zozlari bilan muborak va mukofotdir. Azizlarim, ikki olam saodati sizu bizga muborak va mukofotlar bo'lsin. Sizu bizni Allohim ikki dunyo saodatlari cheksiz inoyat va mukofotlari bilan siylab qo'ygani uchun Parvardigori olamga cheksiz hamd va sanolarimiz bo'lg'ay. Payg'ambarimiz alayhissalom zoti Nabiy Muhammad alayhissalomga cheksiz durud salovatlarimiz bo'lg'ay. Ulug' ayyomlar, qo'shaloq haqning inoyat va mukofotlari bo'lmish ulug' ayyomlar sizu bizga cheksiz inoyat va mukofotlar ila kelgan shu ulug' ayyom kunlarga cheksiz shukronalar ila muboraklar bo'lsin. Azizlarim, mehr Dilnavo, mehr Niso begimdan cheksiz xush tilaklarim muborak sizga, o'zimizga ham. Alhamdulillah, mashalloh, ulug' ayyomlar muborak bo'lsin azizlarim. Alhamdulillah.